4223 bilet. İlkini ko'rmaganlar, ikki tik turib like bosmaganlar like'lar bosib qo'yamiz aziz do'stlar. Biz davom etamiz. ₹5000. Tabrik. 5000 rubl. Qo'ng'iroq qilamiz aziz do'stlar. 4223 biletga 5000 rubl chiqib ketdi aziz do'stlar. Tabriklaymiz. Hozir qo'ng'iroq qilamiz aziz do'stlar. Bitirang ko'rmaganlar, tik turib like'lar bosib qo'yamiz aziz do'stlar. Va o'yinimizni davom ettiramiz. Hozir aniqlaymiz 5000 rubl sohibini. Oldinda sovg'alarimiz, prezlarimiz ko'p aziz do'stlar. Antenna yo'q menimcha. Qo'ng'iroq qilamiz. Afsuski onlayn emas. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Iltimos qo'ng'iroqqa javob bering. Aziz do'stlar, ko'tarilmasa o'yinni davom ettiramiz. Vaqt o'tkazmaymiz. Hali oldinda testlarimiz bor. Admin, iltimos 5000 rubl sohibini topishga yordam bering. 4223 bilet raqamiga 5000 rubl chiqib ketdi. Qo'ng'iroq qilyapmiz, javob bermayapti. Iltimos bog'laninglar. Ko'tarmayapti aziz do'stlar, ko'tarmayapti. Nima qilish kerak? Shu qiyinmi ko'tarib 5 minut gaplash. 5 minut vaqt ketadi shu gaplashgani. Biletga pul tashlayapsizlar, bilet olyapsizlar. Kutyapsizlar, qachon shu finalimiz bo'lar ekan, nima yutuq chiqar ekan deb. Kutyapti odamlar shunchasi. Telefon qilsa ko'tarmaysizlar-da, to'g'risida to'g'ri tushuninglar meni ham. Просто yoqimsiz narsa-da bu. Qo'ng'iroq qilamiz, bog'lana olmaymiz. Opet zanit qiladi, yo ko'tarmaydi. Nima qilish kerak? Bilet tashlab yuboraymi hozir barabanga? Ko'tarmaganning hisobiga. Ko'tarmayapti mana. Band bo'lsa bandman deb qo'yish kerak. O'qib chiqib ketdi mana xabarimizni. O'qib chiqib ketdi, mana javob bermayapti. Men o'chirib qo'ydim, bilmayman nima qildi. Prosta odamning asabi buziladi-da, aziz do'stlar. Bunaqada biz gaplasha olmaymiz. Bunaqada biz gaplasha olmaymiz. Demak aziz do'stlar, o'yin davom ettiramiz. Ko'rdinglar, obunachimiz ko'tarmadi. Qo'ng'iroqqa javob bermadi. Ayb bizda emas. Boshqa kimga qoldiramiz qo'ng'iroqni? Boshqa kimga gaplashamiz? Iltimos qo'ng'iroq qilganda javob beringlar. Efirni ko'rib turganlar. Shu
shuncha priz turibdi hali mana baradanda shuncha priz bor. Yo'q emas-ku hali. Shuncha priz turibdi mana bu yerda. Shuncha sovg'alarimiz turibdi. 2 martalab, 3 martalab o'ynayotganlar, 4 talab, 5 talab bilet olayotganlar bor. Yutib chiqmayotganlar bor. Bitta bilet olib, yutib yutganlar ham bor-da. Misol qilganda ko'tarish kerak. Hayron qolaman. Bir 110 bilet. 110 bilet. Gap yo'q, $1000. Gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. $1000 chiqib ketdi aziz do'stlar. $1000. 110 biletga $1000 chiqib ketdi. Tabrik. Qo'ng'iroq qilamiz hozir. Hozir aziz do'stlar qo'ng'iroq qilamiz. Aniqlaymiz. Nima uchun bugun hech kim javob bermayapti? Nima uchun? Olay emas mana. Qo'ng'iroq qilamiz mana. Bu obunachi bilan biz bog'lanolmadik aziz do'stlar. Davom ettiramiz. Ko'tarishmasa davom ettiramiz. Ko'tarishmayapti. Nima qilamiz endi aziz do'stlar? Nima qilamiz? Aytinglarchi. Komment yozinglarchi qani. Yo'q. Chiqib ketgan. Aziz do'stlar, hammalardan uzr so'rayman. Mana hozir 4223-biletimiz egasi, ya'ni 5000 rubl sohibi telefonlarni ko'tarmadi, biz bog'lana olmadik. Hammalardan buning uchun uzr so'rab qolaman. Aziz do'stlar, tez orada biz ular bilan bog'lanishga harakat qilamiz, yoki bugun yoki ertaga ular bilan bog'lanamiz va videolarni joylab qo'yamiz YouTube kanalimizga va Telegram kanalimizga. Aziz do'stlar, mayli bo'lmasa o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Navbatdagi tadbirimizga joylar band qilmaganlar, band qilib qo'yinglar. Navbatdagi tadbirimizni ham, finalimizni ham chiroyli tarzda o'tkazamiz sizlar bilan. Kayfiyat cho'ktirmaymiz. Yutganlar, yutmaganlar keyingi o'yinda omadsizlarga ham kulib boqsin. Aziz do'stlar,